Mesela sizlerle Nalo Çekiloviç ve bugün biz sizler bilen YouTube'dan yoki saytlardan video yüklab olishning 3-yo'lini ko'rib o'tamiz. Albatta men ikkita yo'lni ko'rib o'tdim. Birinchisi bu sayt orqali, ya'ni bitta servis orqali, ikkinchisi dastur orqali, endi Telegram orqali. Telegram bot orqali bunday videolar internetda juda ko'p chiqib ketadi. Xo'p, men bitta Telegram bot topdim. Telegram bot orqali biz TikTok'dan ham, Odnoklassnik'dan ham, Facebook'dan ham yuklab olishimiz mumkin. Lekin men botni hali uncha yaxshi bilmayman. Lekin ba'zida tashlagan videolarimni birontasini o'tkazib qilmadim. Hammasi oddiy. Buni ishlab chiqishimiz, bu ya'ni olish uchun kanalda Godzilla bot degan, Godzilla Download bot degan joyga kirasiz. Ben ссылкасini tashlab qo'yaman videoga. Botga kirasiz. Запускga bosasiz. Sizdan pul so'raydi. Pul tanlaysiz. Pul tanlaysiz. Yog'ini hozir sizlar bilan birga ko'rib o'tamiz. Biz Chrome ochamiz. Google, Yandex, nima farqi yo'q. Kiramiz. Google'ga. Mana Google ochildi. Qayerdan biroq YouTube kanalini yozamiz. Men yozaman hozir. Chiqib qoldi shaxsiy kompyuter YouTube deb yozaman. Endi kompyuter haqidagi kanal bu. Bemalol kirib video yuklab olishingiz mumkin. Mana quyidagi shaxsiy kompyuter YouTube degan kiraman. Mana YouTube kanaliga kirdik. Bu yerdan pastroqqa tushamiz. Tavsiya qilib qolaman bu YouTube kanalni, chunki bu yerda kompyuter haqida juda ham ko'p videoroliklar bor. Kirib bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan copyright deb olamiz. Masalan, men eng ko'p qiziqayotganim Windows 10 o'rnatish. Demak, pastga tushamiz va bu yerga kiramiz. Bu yoqqa Start kiramiz. Startimiz muloqotga qo'ygan bo'lsak va yuboramiz. Bizga video ketadi. Berdan audio yo'qolsangiz video bo'lgani uchun biz videoga bossak yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Mana bizga video yuklab olindi. Bu megabayt chunki juda katta kачество. Har xil o'zcha kачество tanlaydi. Kачествоni o'zgartirish joyi ham bor, lekin men tushunmadim. Mana joyiga bosam, kачествоni o'zgartirish degan, lekin men tushunmadim. Endi biz bu bilan MP3 yuklab olishni bilamiz. MP3 yuklab olish uchun biz pastga tushamiz. Yana Chrome'ga kiramiz. Bu yerdan Ummon deb yozamiz. Ummon yurak sog'lonma degan ashulasi bu. Men yaxshi ko'raman Ummon guruhini, qanotini. 2001-yilda, ayniqsa 2001-yilda chiqqan ashulalarni juda yaxshi ko'raman. Mana bir qanaqa videolar chiqib ketdi. Biz MP3 ga kiramiz. Ummon guruhini videolari, musikalari. Biz saytga kiramiz. E'lon tanlaymiz. Rus tilini tanlaymiz. Rus tili qulay. Pastroqqa tushamiz. Va bu yerdan ko'chirib olishni sketchetni bosamiz, copyright qilamiz. Bu yerdan botga kiramiz. Bu yerga start qilib enter bosamiz va bu yerga yuboriladi. Uzun muddatli internet yomon ishlayotgani sababli sekin ishlayapti. Mana shu bot o'z kanalini bosamiz.
ko'zingda yoshma, yo'q kerak quyoshma, yuraging sog'lommi, yo'q kimgadir bemormi? Ko'z ortingda yoshma, yo'q kerak quyoshma, yuraging sog'lommi, yo'q kimgadir bemormi? Bormancha gap Ana qilaycha muzika, men buni juda yaxshi ko'raman. Aynan ana shu muzikasini juda yaxshi ko'raman bu guruhni. Buni yuklab ham oldim, просто sizlarga ko'rsatish uchun o'zim mana shunday kirib ko'rsatdim. Qolgan saytlarga endi o'zingiz sinab ko'rasiz, lekin men oldin aytib o'tganda bu bot haqida men hech qanday ma'lumotga ega emasman. Shuning uchun esa ehtiyot bo'lishlaringizni tavsiya qilaman. Har qalay ehtiyot degan zarar qilmaydi, ehtiyot bo'lish. Zarar qilmaydi. Ana biz bu faqat muzika bo'lgani uchun muzikani o'zini avtomatik chiqarib yuboradi. Muzikani shunaqamiz ana shunday bot orqali ham ko'chirib olsangiz bo'ladi. Endi tanlab o'z qo'lingizda xohlasangiz bot orqali ko'chirib oling, xohlang bironta dasturiy ta'minot orqali ko'chirib oling, xohlang bironta sayt orqali ko'chirib oling. Bu endi o'zingizning tanlovingiz. Men hech qaysi birini yaxshi deb, qaysi birini yomon deb aytmoqchi emasman. Men hammasidan foydalanaman ko'rsatib. Bu gadjetlar botni ko'rsatib qarib 1,5 kunlik kecha topib oldim. Turdan ko'rib qolib qiziqib ko'rdim, lekin o'sha kecha videolarni birorta tavsiya qilmadim, lekin baribir ehtiyot shart, ehtiyot bo'lishingizni tavsiya qilib qolaman. Qanday portlagidan xabar yo'qligi uchun. Ana shunday narsalar bilan sizlar bilan Logik 5 kanaliga подписчик qo'ying va yangi roliklarni o'tkazib yubormang. Botning adresini videoda aytib topasizlar. Salomat bo'linglar. Sizlar bilan Logik 5 sog' bo'linglar.